5 yillik anjir bog'idamiz, katta qo'rg'onda. Mana poyalarini ko'rib turibsizlar. Bu yerda pohol bilan, somon bilan o'ralar ekan. Mana endi ko'pchilik bilmaydigan yaxshi bilim beraman. Videoga like bosib qo'yasizlar, oxirigacha ko'ringlar, aniq qiziq bo'ladi. Bu anjirni breba nomli mevalari, ya'ni birinchi hosili. O'zbekistonda birinchi hosilini hamma ham ko'ra olmaydi. Xonadonlarda yo'q, o'rashingiz kerak. Katta bog'larda ham o'raysiz va shu holatdagina anjirni birinchi hosilini ko'rasiz. Bu hosil odatda yozni boshida pishadi va kam bo'ladi. Endi anjiri ikkinchi hosili bo'lsa, mana bunaqa yosh novdalarda kuzga borib paydo bo'ladi. Va kuzga borib qanday paydo bo'ladi desangiz, barg qo'ltiqlarida, mana shu bargki qo'ltig'i deyiladi, mana shu joylarda shakllanadi. Biza katta qo'rg'onda Samarqandda seminar o'tkazdik. Mana Otabek akamiz, Otabek aka Uzun agrostar bilan birgalikda xurmo va anjir mahsulotlarini yetishtirish, daraxtlarni ko'kartirish bo'yicha bilimlaringizni oshirib boringlar. Uzun agrostarda doimo kuzatishda davom etinglar. Bizani seminarlarga kelinglar, bepul, beminnat. Shu davlatimizda olib borilayotgan to'g'ri siyosat natijasida bog'dorchilik sohasi rivojlanyapti. Bu yerda agrostar tashkilotlari va agrosanoatni rivojlantirish agentligi ham faol qatnashyapti va xalqdan ham shu narsani so'rab qolamiz. Videoga like bosinglar, foydali bo'lgan bo'lsa tanishlarga jo'natinglar. Bilaman, ko'pchilikda anjir bor. Sog' bo'linglar.